Bileziyatga tushgan savol, azimutni aniqlang degan savol bor edi. Demak, AB 295 ga qarab turibdi, o'rta 80 gradus. Demak, birinchi savolimiz AC ufqning qaysi tomonini ko'rsatmoqda degan savol bo'ladi. Ishlash uchun 295 ni qo'shamiz 80. 80 gradus qo'shamiz 5. 8 ga 9, 17 ni 7si 1 dilada 3. 375 plus 375 degan tomon yo'q. O'shandan 360 ni ayiramiz. 15 qoladi. Demak, AC 15 gradusga teng. 15 gradus esa ufqning shimoliy sharqqa to'g'ri keladi. O'shani javoblar varaqasiga yozamiz. Shimoliy sharq deb yozishimiz kerak. Shimol shimoliy sharq. Sharq deb yozilishi kerak edi milliy sertifikatda. Keyingisi ACdan janubga burilish uchun necha gradus qayrilish kerak? Biz bilamiz, janub 180 gradusni tashkil etadi. Bizda yangi tomondan 15 gradus bor. Undan 15 gradus aytsak 165 qoladi. Demak, biz javoblar varaqasiga 165 deb gradus deb yozishimiz kerak, ustozlar, o'quvchilar. Demak, shu azimutga oid yana bir qancha masalalar mana bu yerda bor. Ularni o'sha yopiq gruppamizga tashlaganman. 10 ta savol bor. Ustozlarga vazifa qilib beriladi bu savollar barchasi. Keyin bir kundan keyin tahlili bo'ladi. Sizlardan taklif qilib qolaman, yopiq gruppamizda ajoyib darslar bo'lmoqda. Darslar noldan boshlanmoqda. Siz shoshiling, o'z joyingizni band qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.